Assalomu alaykum nishonlilar. Rais deysizlar, yangi rais ham keldi. Mana eski 10 yil oldin rais Bo'ron buva. Mana qarang, uyimdan men Rashidboy rais. Menga vis nasosda suvni tarta olasan deychidi, mana suv meni uyimdan kelyapti. Yerda taydan tarta olaman men. Siznikida bormi suv yer tayda? Yo'q. Endi qarang, nechta uy bu yoqqa Bo'ron milisaga haydayapmiz. Mana pensioner milisa, eski mahalla rais. Mana qarang, bitta uy. Mana Rashid aka, Muhabbat opa To'xtayeva. 2 ta uy, 3 ta uy, 4 ta uy, 5 ta uy, ha? 5 ta uydan tartib keladi. Shlankani qarang. Rashid. O Rashid aka, Soliqchi Rashid. Desan. Oddashing Rashidboy mahallakom sen kelgan vodoprosuvni nima bilan tartib olasan deydi-da. Bu suv mana kimda bor hozir suv? O'zbekiston. Nishon rayonida bormi suv? Lekin bizda Ertayda shirin suv bor. Bo'ron bor. Xudo bergan u. Siz kavlangan shirin suv chiqan. Xudo bergan mana. Narmandada suvarsa bemalol agarotga bo'ladi. Bo'ladimi? Mana aka. Kechadan beri qahramon qatnaydi. Sog'omon bo'linglar mana. Xudoga behisob shukr. Bo'ronboy aytayapti, Bo'ronboy. Buni ham yozaylik, Bo'ronboy aytayapti. To'kini ayt, 1 oylik taylayman deyapti. Pensiyam kelgan deyapti. Bo'ronboy aytayapti. Sog'omon bo'linglar. Rashid taylaydi mana pensiyasi. Haqijon sog' bo'lgan. Lekin faqat